Testini o'tgan hafta ishlaganmiz. Hozir darsdan keyin ravish mavzusini o'tib bo'lganimizdan keyin guruhga o'tib olasizlar. Guruhda ravish so'z turkumidan kviz test ishlaymiz. Xo'p, ustozlar. Xo'p, ravish. Ravish nima? Harakat holatning bajarilish tarzi, payti, o'rni, daraja miqdori kabi belgilarni bildiruvchi va qanday, qachon, qayerga, qayerda, qayerdan, qancha kabi so'roqlarga javob bo'luvchi so'zlarga ravish deyiladi. Ancha ortda qoldi. Qancha? Ancha. Bir umr ajralib qolayotganday his qildi. Bir umr. Ha? Qancha? Bir umr. Biroz sekinroq yursalaring-chi. Qancha? Biroz sekinroq. Butunlay toliqib qolayozdim-ku. Qay holda? Butunlay. Picha sabr qiling, yetib olay. Qancha? Picha sabr qiling. Shu vaqt nima uchundir hamma birdan sharaqlab kulib yubordi. Qachon? Shu vaqt. Qay holda? Birdan kulib yubordi. Ertaga o'rtoqlarimga toza maqtanadigan bo'ldim-da. Qachon? Ertaga. Qay holda? Qancha? Toza. Rosa ma'nosida kelyapti. Tinib tinchimas bu chol umr bo'yi o'z loyihalarini, chizmalarini Ma'suma bekaga gapirib keldi. Aslida uning loyiha-yu chizmalariga aslo tushunmasdi. Umuman tushunmas edi. Ma'nosi. Xo'p. Ravishlarning ma'no turlari. Demak, ravish harakat holatning belgisini, paytini, o'rnini, daraja miqdorini, sabab maqsadini bildirib kelar ekan. Mana shunga ko'ra ravishlar ma'no turlariga ega. Bular holat ravishlari, payt ravishlari, o'rin ravishlari, daraja miqdor ravishlari va sabab maqsad ravishlaridir. Hozir sizlar bilan har birini birma-bir ko'rib chiqamiz. Holat ravishlari. Holat ravishi tarz ravishi ham deyiladi. Eslab qoling. Holat ravishining ikkinchi nomi tarz ravishi. Harakat holatning qay holda bajarilganini bildirgan va qanday, qay holda, qay tarzda so'roqlariga javob bo'lgan ravishlarga holat ravishlari deyiladi. Holat ravishlariga jim, yayov, chindan, qo'qqisdan, to'satdan, piyoda, majburan, tasodifan, astoydil, eskicha, qatorasiga, birma-bir, yakkama-yakka, yonma-yon, bafurja, arang, zo'rg'a, mardlarcha, to'sindan singari so'zlar kiradi. Jo'raboyev ham jimgina o'tirib, hammaga razm solardi. Qay holda o'tirib? Jimgina o'tirib. Guvullab uchayotgan bo'ron ichida yigitlar naridan beri xashagu bedalarni arava tagiga olib kirishdi. Qay holda olib kirishdi? Naridan beri. Terak bilan yong'oq yonma-yon o'sibdi. Qay holda o'sibdi? Yonma-yon o'sibdi. Xo'roz arang qochib qutulibdi. Qay holda qochib qutulibdi? Arang qochib qutulibdi. Holat ravishlari shu. Oson, savol beramiz. Qay holda, qanday so'rog'iga javob bo'lsa, demak u holat ravishi. Payt ravishi. Harakat holatning bajarilish yoki bajarilmaslik paytini bildirib, qachon so'rog'iga javob bo'ladi. Qachon so'rog'iga javob bo'lsa, demak payt ravishi ekan. Payt ravishlariga endi, hozircha, so'ngra, hanuz, hamisha, doimo, hamon, dastlab, erta-indin, qishin-yozin, kecha-kunduz, avvallari, ilgari, ertalab, keyin degan so'zlar kiradi. Keyin u yoqqa o'tamiz. Qachon? Keyin. Jidazordan hozirgina keldim. Qachon keldim? Hozirgina keldim. Ovozim bormi, ustozlar? Ustozlar-u! Bo'ldi, davom etaveramiz. Ertaga chigit ekishni boshlaymiz. Qachon? Ertaga. Oldinda, hurmatli o'rtoqlar, meni shon va shuhrat kutardi. Qachon? Oldinda kutardi. Qachon kutardi? Oldinda, keyinchalik demoqchida. Borib anhordan endi suv ochaman deb
turgandim. Qachon suv ochaman deb turgandim. Endi. Demak, qachon so'rog'iga javob bo'lib, harakat holatining bajarilish paytini bildirgan so'zlarga payt ravishlari deyiladi. Davom etamiz. O'rin ravishlari. Harakat holatining bajarilish yoki bajarilmaslik o'rnini bildirib, qayer so'rog'iga javob bo'lgan ravishlar o'rin ravishlari hisoblanadi. Qayerga, qayerda, qayerda, qayerdan bularni hammasi o'rin ravishini so'roqlari. O'rin ravishlariga olg'a, ichkari, tashqari singari so'zlar kiradi. Tashqariga chiqib, G'ofurjon boydan ketishga izn so'radi. Qayerga chiqib? Tashqariga chiqib. Sherqo'ziga ko'zi oldidan nari ketishi uchun ruxsat berdi. Qayerga ketish uchun? Ko'zidan nari ketishi uchun. Oldinda Shirinbuloq qishlog'i yastanib yotardi. Qayerda? Oldinda. Ahamiyat beringda. Oldinda so'zi ham payt ravishi bo'lyapti, ham o'rin ravishi bo'lyapti. Agar u vaqtni, zamonni bildirsa, oldinda so'zi. Oldinda sizni 70% ustama va A+ sertifikati kutyapti desam, bu paytda qachon degan so'roqqa javob bo'lyapti. Agar oldinda sharqirab soy oqyapti deydigan bo'lsam, bu o'rinni bildiryapti va qayer degan so'roqqa javob bo'lib, o'rin ravishi bo'lib kelyapti. Xo'p. Bizga yaqinlashmadi, lekin nariroqda turib ish o'rgatib turdi. Qayerda turib? Nariroqda turib. Ichkariga kiring, bir piyola choy iching, dedi uy egasi. Qayerga? Ichkariga. Demak, so'roq beramiz, ma'nosiga qaraymiz va ravishning ma'no turini farqlab olamiz. Daraja miqdor ravishlari. Harakat holatining bajarilishdagi miqdor darajani bildiradigan va qancha so'rog'iga javob bo'ladigan so'zlarga daraja miqdor ravishlari deyiladi. Sal, picha, xiyol, oz, ko'p, kam, ancha kabi so'zlar daraja miqdor ravishlari hisoblanadi. Yaxshiligingiz sira-sira yerda qolmaydi. Qancha? Hecham deyapti-da, sira-sira. Qaddini rostlab eshikni uzoq taqillatdi. Qancha? Uzoq taqillatdi. Abdushukur bu yerdan tezda chiqib ketish payiga tushdi. Qarang, qay holda emas, qay holda chiqib ketish emas bu yerda, tezda. Ha? Darajani bildiryapti bu yerda. Bo'yim sal cho'zilsin, shogirdlikka topshirardim. Qancha cho'zilsin? Sal cho'zilsin. U aravani Nuriddin minganini ko'rib, xiyla yengil tortdi. Qancha? Xiyla yengil tortdi. Buni yumshoq haligi ot xiyla nayrang bo'lib qoladi, bilasiz-a? Ko'p o'tmay hamma ichkariga taklif etildi. Qancha vaqt o'tmay? Ko'p o'tmay. Bu yerda o'sha ravishni otlashganini ham ko'rishimiz mumkin ekan. Kunduzi o'ralashib yurganlardan bu yerda qitday ham qolmagan. Qancha qolmagan? Qitday ham qolmagan. Bular daraja miqdor ravishlari edi. Maqsad sabab ravishlari. Harakat holatining bajarilish maqsadini yoki sababini bildiradi. Nima sababdan, nima maqsadda, nega degan so'roqlarga javob bo'ladi. Ataylab, atayin, noiloj, noilojlikdan, jo'rttaga, qasddan kabi so'zlar maqsad sabab ravishlari hisoblanadi. Bularning miqdori unchalik ko'p emas. Donalab yodlab olsak ham bo'ladi. Maqsad ravishlari. Atay kelmadi. Nima maqsadda? Atay. Nima maqsadda? Ataylab. Nima maqsadda? Atayin. Jo'rttaga, qasddan, azza-bazza. Bular maqsad ravishlari. Noiloj, noilojlikdan, chor-nochor, ilojsizlikdan. Bular nima sababdan so'rog'iga javob bo'ladi va sabab ravishlari hisoblanadi. Ravishlar orasidagi shakldoshlik. Hali endi oldinda degan so'zni ko'rdik sizlar bilan. Oldinda degan so'z ham payt ravishi, ham o'rin ravishi bo'lib keldi. Xuddi mana shunday so'zlarimiz bor yana. Bular uzoqdan so'zi. Holat ravishi va o'rin ravishi bo'lib keladi. Salmon ota gapni uzoqdan boshladi. Qay holda? Uzoqdan. Bu yerda o'rinni, paytni bildirmayapti. Gapni cho'zib olib keldi degan ma'noda kelyapti va holatni bildiryapti. Bu holat ravishi hisoblanadi. Uzoqdan uni kimdir chaqirardi. Ha? Qayerda? Uzoqda. Uzoqdan. Qayerdan? Uzoqdan ko'rinyapti. O'rinni bildiryapti. Masofa, o'rtada. Demak, bu o'rin ravishi bo'ladi.
Uyimiz yaqinda, piyoda borsak ham bo'laveradi. Bu yerda yaqinda so'zi o'rinni bildiryapti. Ya'ni uzoq emas degan ma'noda. Endi yaqinda test topshiramiz. Qachon? Yaqinda, tez kunlarda degan ma'noni bildiryapti. Demak, yaqinda so'zi o'rin ravishi va payt ravishi bo'lib kelyapti ekan. Siz bilan yaqindan tanishmoqchiman. Qay holda tanishmoqchiman? Yaqindan tanishmoqchiman. Holat ravishi bo'lyapti. Yaqindan qizlarning kulgisi eshitildi. Qayerdan? Yaqindan. O'rin ravishi bo'lyapti. Partalarni nari-beri surdik. Qayerga surdik? Nari-beri surdik. O'rin ravishi bo'lyapti. Choyni nari-beri ichdi. Qay holda ichdi? Nari-beri ichdi. Holat ravishi bo'lyapti. Shu ustozlar, ravishlarning yasalishi degan mavzuyimiz bor. Ravishlar ham so'zga qo'shimcha va so'zga so'z qo'shish orqali hosil qilinadi. Bular affeksatsiya va kompozitsiya usullaridir. So'zga qo'shimcha qo'shsak affeksatsiya, so'zga so'z qo'shsak kompozitsiya usulida ravish yasalishi deyiladi. Affeksatsiya usulida ravish yasovchi qo'shimchalar: cha, erkakcha, dek, o'qdek, day, qushday, siga, yoppasiga, lab, ertalab, an, majburan, siz, to'xtovsiz, incha, yashirincha, namo, uyalgan namo, larcha, mardlarcha, ligicha, xomligicha, chasiga, harbiychasiga. Shu yerda qarang, ligicha, chasiga, lab, siga, bular murakkab qo'shimchalar, ya'ni bir nechta qo'shimchani qo'shilishidan hosil bo'lgan qo'shimchalar hisoblanadi. Ona, mardona, gacha, kechgacha, bevaqt, chan, ko'ylakchan, lay, butunlay, layin, tiriklayin. Hop, kompozitsion usulda ravish yasalishi. Bu nima? So'zga so'z qo'shib turib ravish yasaymiz. Bu kompozitsion usulda ravish yasalishi deyiladi. Har so'ziga o'rin yoki payt ma'nosini bildiruvchi so'zlarni qo'shib ravish yasaymiz. Bular har vaqt, har doim, har yer, har tomondan, har lahza. Endi qarang. Har so'ziga so'roq olmoshlarini qo'shadigan bo'lsak, bu nima bo'ladi? Belgilash olmoshi bo'ladi. Har so'ziga so'roq olmoshi va narsa so'zidan tashqari so'zlarni qo'shadigan bo'lsak, ravish bo'ladi. Shundan farqlab olsak bo'ladi. Bunday yasama ravishlar tarkibida so'roq olmoshlari qatnashmaydi. Ana chiqdi. Har qachon, har kim, har nima, har qancha so'zlari ravish emas, aksincha belgilash olmoshi. Bir so'ziga o'rin, payt, miqdor bildiruvchi so'zlarni qo'shib ham ravish yasash mumkin. Bir mahal, bir yo'la, bir kuni, bir dam, bir pas, bir oz, bir talay, bir varakay, bir on kabi so'zlar ham kompozitsion usulda yasalgan ravishlar hisoblanadi. Ot, sifat, sonni aynan yoki orasiga ma, ba qo'shimchalarini qo'shib takrorlab yoki jo'nalish kelishiga qo'shimchalarni qo'shib takrorlab ham ravish yasash mumkin. Chelak-chelak, otni takrorlayapmiz. Chaqqon-chaqqon, sifatni takrorlayapmiz. Bir-bir son takrorlanyapti. Dam-badam, ot orasiga ba qo'shimchasini qo'shib takrorlayapmiz. Yonma-yon, ot so'z turkumi orasiga ma qo'shimchasini qo'shib takrorlayapmiz. O'z-o'zidan, yildan, yilga chiqish yoki jo'nalish kelishigini qo'shib takrorlayapmiz. Bu usul bilan ham ravish yasash mumkin ekan. Ravishlarning tuzilishiga ko'ra turlari. Ravishlar ham hamma mustaqil so'zlar kabi 4 turli bo'ladi.
sodda, qo'shma, juft, takror. Mustaqil so'zlarda hammasi tuzilishiga ko'ra 4 xil. Sodda, qo'shma, juft, takrori. Ravish ham bundan mustasno emas. Xo'p, sodda ravishlar sodda tub va sodda yasama ravishlarga bo'linadi. Qizim shu shartmidi? Bor endi. Bir asosdan faqat asosni o'zi bilan ma'no ifodalaydigan bo'lsa sodda tub ravishlar. Ravish yasovchi qo'shimchalarni ko'rib chiqdik. Ana o'sha ravish yasovchi qo'shimchalar qo'shilib hosil qilingan ravishlar sodda yasama ravishlar deyiladi. Boya sodda tub, beto'xtov sodda yasama. Oldinda sodda tub, tinimsiz sodda yasama. Qo'shma ravishlar kompozitsion usulda yasalgan ravishlar qo'shma ravishlar hisoblanadi. Biroz bu yerda shu topda har gal bular qo'shma ravish hisoblanadi. Juft ravishlar so'zlarda juftlanishidan hosil bo'ladi. Asta-sekin, bugun erta, eson omon kabi. Takror ravishlar so'zlarni aynan yoki tovush o'zgarishi orqali takrorlashdan hosil qilinadi. Sal-pal, oz-moz, tez-tez, sekin-sekin kabi. Tamom. Ravish mavzuyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi chat guruhimizga o'tib olasizlar. Shu yerda sizlar bilan birgalikda ravish mavzusida kviz test ishlaymiz.